alaykum musulmon xalqi. Bu dunyoda, to'rkunli dunyoda to'rsin pul topib, bosar-tusarni bilmay kibrga kirib, manmanchilikka yurganlar bir qabristonga kelib ketinglar. Alloh taolo har bandani oxiratini bersin. Erta har bir qilgan ishlarimiz uchun qiyomatda Alloh taoloning oldiga javob berish bu. Mana bugun qabristonga kelib bir duo pata qilib, momalarimiz, bolalarimiz, opam, ammam yengil tortdim. Hech qachon kibrga berilmaydi. Odamzod o'lsa bu dunyodan hech narsa olib ketmaydi. 4 metr surp bilan ketadi. Oxirat keladigan joyimiz shu. Shuning uchun bu dunyoda manmanchilik, har bir zo'rlar yotibdi bu yerda. Har bir zo'rlar, har bir professor, har bir olimlar yotibdi. Hammamizni keladigan joyimiz shu, azizlar. Hammani ishiga omad, sog'lik, salomatlik. Bitta ikkita o'z videomni ko'rib tushuna oladiganlar bu kibr otiga minganlar. Bu dunyoga topgan mol dunyoning hammasini tashlab ketasan. Oxirida mana shu yerga kelasan, 4 metr orsurtni olib, boshqa hech narsa olib kela olmaysan. Sog' salomat bo'linglar. Hammalaringizni ishlaringizga omad, sog' omon bo'linglar. Bir yengil tortdim qabristonga kelib, duo pata qilib.